Sizda tuxumdon zaxirasi kamayyapti, lekin siz buni bilmasligingiz mumkin. Tuxumdon zaxirasini soni homila ona qornidaligida aniq bo'lgan bo'ladi. Tuxumdon zaxirasi yillar davomida kamayib ketadi. Qizlarimiz tug'ilgan paytda 1-2 millionga yaqin tuxumdon zaxirasi bilan tug'ilishadi. Balog'at davrida 400 mingga yaqin folikulalar qoladi. 30 yoshga kelib, folikulalar soni kamayishni boshlaydi. 35 yoshda folikula zaxirasining 10% qoladi va 40 yoshda bu zaxira keskin kamayib ketadi. Tuxumdonda zaxiralarning kamayishiga quyidagilar sabab bo'ladi. Birinchisi bu endometrioz kasalligi, ikkinchisi qorin bo'shlig'ida o'tkazilgan va tuxumdonlarda o'tkazilgan operatsiyalar, uchinchisi kimyoviy va nur terapiyalari hamda to'rtinchisi ayollarning yoshga xos o'zgarishlari. Tuxumdon zaxirasini ko'rsatadigan analizlar bu birinchisi AMG gormoni va ikkinchisi hayzi 2-5 kunlari o'tkazilgan ultratovush tekshiruvi. Agar ultratovushda hayzi 2-5 kunlari folikulalari soni 6-8 tadan kamaygan bo'lsa, bilingki sizda zaxiralar kam. AMG gormonining miqdori 1 dan past bo'lsa, demak zaxira kam qolyapti. Shoshilish kerak. Kelajakda folikulalarsiz qolib ketishni xohlamasangiz, shu tekshiruvlardan o'tishingiz shart. Ayollar salomatligi to'g'risida ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, sahifamga obuna bo'lib qo'ying.